present perfect va continuous zamonlarni bir-biriga qiyoslashni o'tib beraman. Bu judayam IELTSda kerakli mavzu bo'lganligi uchun General Englishda mustahkamlab o'tilishi shart. Present perfect simple va present perfect continuousni farqlarini avval tushuntirib bergandim. Yana bir marta tushuntirib o'tib ketaman. How long qanchadan beri nimadirning qanchalik uzunlikda sodir bo'lganligini aytishda ko'pincha mana shu continuous zamondan foydalanamiz. Continuous zamondan foydalanish yaxshi. Va ikkinchisi, agar how much kabi savollarni ko'rsangiz, how many times kabi savollarni ko'rsangiz, present perfect simple dan foydalaning. Masalan, gap tuzadigan bo'lsak, how longga, how long qachondan beri degani. Qachondan beri. Have you been reading that book? Qachondan beri sen bu kitobni o'qib kelyapsan? O'sha narsani uzunligini so'raganda present perfect continuous zamondan foydalaning. Qachondan beri shuni o'qib kelyapsan? Qachondan beri ingliz tili o'rganib kelyapsan? Qancha uzunlikda? Vaqt. Agar how much yoki how many times kabi savollarni ko'radigan bo'lsangiz, present perfect simple deb berasiz. Masalan, how much of that book have you read? Siz o'qigan bu kitob qancha? Narxi qancha? Bu kitobning narxi qancha siz o'qigan? Ya'ni how much keldimi? Present perfect simple da bering. Yoki-da bo'lmasa, masalan, Liza email yozyapti. Jon yozayotgandir, email yozyapti. U shu ertalab judayam ko'p email jo'natdi desak. Natija bo'lyaptimi? Va uni tarkibida how much yoki how many times degan savol turibdimi? Present perfect simple da bering. Agar men bu kitobni 2 oydan beri o'qib kelyapman desa, uni tarkibida nima yotibdi? How long yotibdi? Mana shu paytda siz present perfect continuous zamondan foydalanasiz. Tushunarli-a? Endi ba'zi fe'llar bor. Now, like, believe kabi ba'zi fe'llar borki, ular continuousda foydalanilmaydi. Continuousda foydalanmang. Now, like, believe kabi fe'llarni continuousda foydalanmang. Masalan, misol aytadigan bo'lsam, I've known men bilaman about the problem. Bu muammo haqida bilaman qachondan beri? For a long time. Anchadan beri degani. Men bu muammo haqida anchadan beri bilaman. Buni tagida nima yotibdi tepada aytdim. How long yotibdi. How long yotgan bo'lsa, men tepada aytdim. Present perfect continuousni bering dedim. Lekin istisno holatlar bor ekanki, now, like, believe kabi mana tepada aytdim fe'llar bor ekanki, u continuous zamonda kelmas ekan. Yokida
Like ga tuzamiz. I liked this camera for a long time. Uzoq uzoq vaqtdan beri shu kameraga ishqim ketgan, shuni sotib olishim kerak desangiz. Qanchadan beri? How long yotibdi? How much, how many times yotmayapti tagida. Savolini tagida savol bersangiz qanaqa savol berasiz? Qachondan beri bu kamerani yoqtirib kelyapsan desak. Continuous zamon bo'ladi, lekin mana shu fe'llarga bermang continuous. Yana qaytaraman, bermang. Now, like, believe kabi fe'llarga bermang. Yokida yana bir ikkita fe'l bor. Bu want bilan mean kabi fe'l. Bu ikkalasini biz bemalol continuous zamonda foydalanishimiz mumkin ekan. Masalan, I've been meaning to phone Jane. I have been meaning to phone Jane. Men Jane'ga telefon qilishni nazarda tutyapman deydigan bo'lsangiz, continuous zamonda foydalanavering. Tushunarli? Men mana bu narsani qachondan beri xohlab kelyapman desangiz ham, continuous zamonda foydalansangiz bo'lar ekan, lekin now, like, believe kabi fe'llarni foydalana olmas ekansiz. Tushunarli? Endi ikkinchi mavzuyimiz how long have you been degan mavzuyimizni o'tib beraman. How long have you been? Bu qachondan beri bir narsani qilib kelayotganligi. Tepada ham gaplashdik. Bu present perfect. Present perfect nima edi? O'tgan zamonda boshlanib, hozirda ham davom etayotgan ish harakatiga nisbatan ishlatardik, present perfectni. Mana shuni ostidagi qoidalarni men sizga hozir o'rgatib ketaman. Have noun, had lived, present perfect simple da foydalansa bo'ladi. Va have been learning, been waiting, been doing ham present perfect continuous da foydalanasiz. Have noun, had lived. Bu faqat simple da foydalanamiz. Tepada aytganimdek noun bor edi. Va learning keladi. Continuous da waiting. Qachondan beri sen kutib o'tiribman, nimaga tezlashmaysan? Been doing, do, wait, learn kabi fe'llar continuousda bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Masalan, 6 oydan beri ingliz tilini o'rganyapman desangiz ishlatsangiz bo'ladi. Men lunch time'dan beri, obeddan beri yomg'ir yog'ib yotibdi. Ishlatsangiz bo'ladi continuous. Ya'ni boshqa fe'llarni continuousda ishlatsangiz bo'ladi. Noun, leave it larni simple'da ishlatsangiz yaxshiroq. Keyin now, like, believe ni aytdik, continuousda umuman kelmaydi dedik. Ya'ni shunaqa fe'llar borki, present continuousda ham, simple'da ham ishlatsak bo'ladi. Live va work. Bu fe'llarni men sizga o'rgatayotganimning sababi juda ham ko'p keladi-da. Bu naqalarda, gaplarda eng trenddagi so'zlarda, shuning uchun bu berib ketilishi kerak grammatikada. Live work qachondan beri yashab kelasan? Voy, perfect aytsammi, simple aytsammi, continuous aytsammi?
deb qolasiz-u, mana shu holatda continuousda ham, simple'da ham ishlatsa bo'lar ekan. Masalan, men 5-6 yildan beri Koreyada yashab kelyapman desam, present perfect simple'da ham, present perfect continuousda ham ishlatsam bo'lar ekan. Mana shu gapni yozib beraman. I have been living desam ham bo'lar ekan. Yoki I have lived desam ham bo'lar ekan. For a few years. Bir necha yildan beri Koreyada yashab kelaman desam bo'lar ekan. Va qachondan beri ma'nosida endi sizlarga o'tib beradiganim for bilan since-ni farqini o'rgataman. For va since. For va since-ni judayam ko'p kishi adashtiradi. Halligacha daraja olib adashtiradiganlar ko'p. For nimaga nisbatan ishlatiladi? For ma'lum bir vaqtning bir davrini aytsangiz, oraliq deganman. Oralig'ini hisoblab 1 2 3 4 5 hisoblasangiz, mana shunda for. Since esa boshlang'ich. Since esa boshlang'ich. For oraliq, since boshlang'ich. Doim shuni yodlab qoling. For oraliq, since boshlang'ich. Masalan, oraliq nima? Bir necha yildan beri Koreyada yashab kelyapman. Uni boshlanishi qachon? 2022-yil. 2022-yildan beri desam, men bu yerda since deb gapiraman. Agar 4 yildan beri desam, for 4 years deb gapiraman. Endi tushunarli bo'ldimi? Agar oralig'ini gapiradigan bo'lsam, forni berasiz. Boshlang'ichni gapiradigan bo'lsa, since-ni berasiz. Forda bitta qoida bor ekan. Forni umuman tushirib qoldirishning holati ham bor ekan. U qanaqa holat? Masalan, forni o'tgan zamonda bo'lishli gapda. Bo'lishli o'tgan zamonda. Ayniqsa bo'lishli gapda foydalanganligingizda they beri ta'tilsiz ishlab kelishyapti desam. Voy. Mana bu yerda negativ bo'ldi. Shunda fonni tashlab keta olmas ekanmiz. Lekin bo'lishli gapda tashlab ketsak bo'lar ekan. Endi tushunarli bo'ldimi? Va when va how long ni ko'p adashtiradiganlar bor. When va how long shunaqa ko'p keladi, bo'lar, shunaqa ko'p keladi, albatta o'rganishingiz kerak. When bilan how long, when ko'pincha past simple da foydalaniladi. How long esa tepada aytganimdek. Ayniqsa continuousda juda ham ko'p keladi. Present perfect continuous zamonda juda ham ko'p keladi. Deyarli shu zamonda keladi. Masalan, yomg'ir yog'ishni qachon boshladi deb savol beradigan bo'lsam. How
ya'ni when did it start raining? Yomg'ir yog'ishni qachon boshladi? Mana bu holatda continuous zamonni foydalanolmaymiz. Qachon foydalanamiz? So'rang. Mana how long has it been raining desamgina continuous zamonda foydalanadi. Perfect continuousda foydalansam bo'lar ekan. Yani qachondan beri yomg'ir yog'yapti? Qachon yomg'ir yog'ishni boshladi? O'tgan zamon. How long has it been raining? Qachondan beri? How longni ko'rdingizmi? Perfect continuous, ha? Perfect continuous zamonni bering. Bo'ldi. Bu present perfect continuous zamoniga tegishli degan. Ostida yotgan gapga ham qarang. Faqat so'roq gapda emas, uni ostida when bilan how long yotgan bo'lsa ham ajratib oling. Masalan, tub ma'nosida yotgan bo'lishi kerak. They ular first met birinchi uchratishgan bir-birini. Qachon? A long time ago, ancha vaqtlar oldin bir-birlari bilan uchrashishgan desak. Bir juftlikni aytsak, ancha oldin uchrashishgan. Mana shunda qachondan beri uchrashishgan degan savol bera olasizmi? Yo'q, bera olmaysiz. Qachon uchrashishgan degan savol bera olasiz. Mana shu holatda o'tgan zamon kelyapti, ko'rdingiz? Lekin they've known each other for a long time desam. For a long time desam. Ancha vaqtdan beri bir-birlarini bilishadi desam. Mana shu holatda siz when deb savol bera olasizmi? Qachon bir-birlarini bilishadi? Umuman to'g'ri kelmayapti. Qachondan beri? How long? Qancha uzoq vaqt, qancha vaqtdan beri degan ma'no bildiradi. Mana shuni ostida how long yotibdi. Buni continuous zamonda berish kerak edi, lekin istisno fe'llarimiz bor edi. Now dedim, like dedim, believe dedim. Mana shu fe'llar kelmaydi continuousda. Bulutcha shaklida eslab qoling, kelmaydi bular dedim. Lekin ostida how long yotibdimi? Present perfect continuous zamonda berasiz. Yana bitta qoida. Judayam bunga ko'p kishi chalkashadi. Perfect qo'ysammi, to be qo'ysammi deb. It is a long time. Mana bu yerda 6 oy desangiz ham bo'ladi. Mana bu yerda vaqt keladi. Time qo'yasiz. Tushunali? Men a long time ni qo'ydim misol uchun. It is a long time since qotib qolgan nimadir happened. Nimadir sodir bo'lganda ancha vaqt bo'ldi degan ma'noda ishlatamiz. Yoki bo'lmasa it has been deb bersak ham bo'ladi. 6 months masalan. 6 oy bo'ldi. Men otamni ko'rmaganimga 6 oy bo'ldi desam, mana bu yerda past simple ni ishlatasiz. Qotib qolgan deyapman. Men tepada formula berdim. Mana shu past simple ni ishlatasiz. Since dan keyingi qismda past simple ni ishlatasiz va mana bu qismda esa present simple yoki present perfect
keladi. Present simple va present perfect keladi. Bunga judayam ko'p gap tuzib tashlasangiz bo'ladi endi. Masalan, nima dedim? Present simple, present perfect keladi birinchi qismda, ikkinchi qism qotib qolgan. Mana shu formulaga qarab gap tuzaverasiz. Masalan, man uxlamaganimga 3 soat bo'ldi desam. Shu gap kelib qoldi. It is desam ham bo'ladi. It has been desam ham bo'ladi. Endi vaqtni beramiz. Qancha bo'ldi? It has been 3 hours. 3 soat bo'ldi. Since o'tgan zamon beramiz keyingi qismga. I slept. Uxlaganimgami 3 soat bo'ldi. Ya'ni o'sha birinchi qism qotib qolgan, yo present simple yo present perfect. Ikkinchi qism o'ta qotib qolgan. Since plus o'tgan zamon. Present simple berasiz. Endi tushunarli ha. Bu grammatikalar juda ham kerak. IELTSga kiradiganlar uchun, nimaga qachondan beri natijalarim qotib qolgan deganlar uchun bu juda ham kerak. Mana bugungi o'tgan mavzuyimiz, xulosa qilib beraman. Present perfect va continuous zamonlarning farqini o'tdik. Agar ostida have long yotgan bo'lsa, continuous berasiz. Present perfect continuous berasiz. How long yotgan bo'lsa. Agar ostida how much, how many times yotgan bo'lsa, present perfect simple berasiz. Bunda continuous. Bunda simple berasiz. Tushunarli? How long have you been reading that book? Bu kitobni qachondan beri o'qib kelyapsan? How long yotibdi? Continuous berasiz. Agar bu kitob qancha turadi? Qancha? How much? How many times yotgan bo'lsa, perfectni o'zini berasiz. Va shunaqa ostida how long yotgan bo'lsa ham shunaqa fe'llar bor ekanki, now, like, believe kabi fe'llar bor ekanki, siz ularni continuous zamonda foydalana olmas ekansiz. Foydalanmang. Now, like, believe kabi fe'llarni foydalanmang. Lekin want, mean kabilarni continuous zamonda bersangiz bo'ladi.